Xo'p, ana endi sizlar bilan endotoksinlar va egzotoksinlar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, egzotoksin nima o'zi? O'z nomi bilan mana qayerdan ishlab chiqariladi? Egzotoksinlar. Demak, gram pozitivlarda ham bo'ladi bu narsa va gram negativlarda ham bo'ladi. Shu narsani unutmanglar. Egzotoksin ikkalasi uchun ham xos ekan. Va endi aytyapti, hujayradan sekretsiya qilinadimi? Ha. Demak, u sekretsiya qilinuvchi ichkarida sintezlanib, demak, maxsus package holatlarga o'ralib turib, tashqariga sekretsiya qiluvchi maxsus demak polipeptid moddalar ekan. Demak, kimyoviy tarkibi asosan egzotoksinlar polipeptid, ya'ni oqsil tabiatli modda ekan. Shu narsani eslab qolamiz. Egzotoksin bo'lish uchun oqsil bo'lishi kerak. Endi genni lokatsiyasi qayerda deyapti? Genni lokatsiyasi plazmidda bo'lishi mumkin. Ya'ni bakteriyani mana bu plazmidida bo'lishi mumkin yoki bakteriyafag orqali o'tishi mumkin. Yuqorida ko'rdinglar. Demak, egzotoksinda botulin toksini, demak, botulizmdagi toksinlar ham bakteriyafag orqali o'tadi deb turib, spesifik transduksiyada yuqorida undan oldingi videomizda gaplashib ketganmiz. Endi demak, toksikligi aytyapti, yuqori, ya'ni o'sha 1 milligram dozasi ham deyarli fatal doza hisoblanadi, ya'ni odamni o'ldirib qo'yishligi mumkin. Ya'ni misol uchun botulizmda ham kichkina, juda ham kichkina miqdordagi toksin organizmimizga tushib qolsa, ko'rasizlar, odam demak, organizm qanaqa darajada o'limgacha olib kelishligi mumkin. Yokida qoqshol, juda ham kichkina mikrodozada tushib qoladigan bo'lsa ham, demak, odam demak spazmatik holatlar bilan kerak bo'lsa o'limgacha olib kelishligi mumkin. Endi klinik holatlari deyapti. Turlicha effektni beradi. Xo'p, bu narsalarda spesifik bakteriologiyada gaplashamiz, chunki endi mana shu polipeptid tarkibli toksin kelib turib, maxsus retseptorlarni bloklashi mumkin yokida parchalab yuborishi mumkin, neyrotransmitterlarni misol uchun, maxsus proteinlarni parchalab tashlashi mumkin, ko'p narsalarni bloklaydi yokida aktivatsiya qilib yuboradi. Misol uchun ichakdagi enterotitlarda devorini shilib tashlash mumkin, ya'ni devorni destruksiya qilish xususiyatiga ega. Natijada demak qonli diareyalar kechadi yokida sekretor funksiyalarga ta'sir qilishligi mumkin, diareya keltirib chaqiradi. Ya'ni xilma-xil xususiyati bor. Ya'ni turli xil effekti bor. Har bir bakteriya uchun o'ziga xos bo'ladi egzotoksin. Ba'zi bir egzotoksinlar demak nerv tizimiga ta'sir ko'rsatsa, ba'zi bir egzotoksinlar oshqozon hazm traktiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bularda sizlar bilan xususiy bakteriologiyada gaplashamiz. Hozir har bir bakteriyaning xususiy toksinini gaplashib o'tirsak, biz u bakteriya haqida hali to'liq tushunchaga ega emasmiz, qayerda patologiya chaqirishi haqida bilmaymiz. Shuning uchun demak uni xususiyga qoldirdim. Endi keyingisi ya'ni harakat bajaradigan joyi qayerda? Ya'ni turli xil deyapti. Ya'ni retseptorlarga ta'sir ko'rsatish, ularni bloklash hammasi egzotoksinlar uchun hammasi bir xil emas. Tushundinglar? Ya'ni endotoksinlarda bir xil bo'ladi, lekin egzotoksinlarda mexanizmi ham, ta'sir ko'rsatuvchi joyi ham hammasi bir-biridan farq qiladi. Endi antigenistisi demak, ko'ryapsizlar, organizmga tushgandan keyin yuqori titr antitanachalarni chaqiradi. Ya'ni bu toksoid bo'lganligi uchun oldin gaplashdik, polipeptid bo'lganligi uchun immun tizimda osonlikcha turgizib yuboradi. Natijada bunga nisbatan antitanachalar sintezlanishi juda ham oson. Chunki o'tgan dars videosida ham aytganman, darsda ham tushuntirib berdim. Demak, qancha peptidli yoki polipeptid oqsil tabiatli bo'lsa, T limfatitlar aralashadi va T limfatitlar B limfatitlarni induksiya qilganligi uchun B limfatitlarda xotira hujayralari va plazma hujayralari paydo bo'ladi va nisbatan immunitet kuchliroq paydo bo'ladi. Immun javob kuchliroq paydo bo'ladi deb aytdim. Endi vaksinasi bor. Bularda toksoid vaksinalar hisoblanadi. Aynan shu polipeptid tarkibli bo'lganligi uchun, demak, o'sha toksinini olib turib proteinidan vaksinatsiya yasalgan. Xo'p, endi issiqqa chidamliligi deyapti. Ko'ryapsizlar, juda ham ko'pi 60 gradusda o'sha parchalanib ketadi, polipeptid denaturatsiyaga uchrab ketadi, lekin stafilokokda enterotoksini unday emas. Yoki Escherichia kolida issiqqa chidamli toksini bor, ular 60 gradusda parchalanmaydi. Ularga nisbatan yuqoriroq temperatura kerak bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi, misol uchun misollar, kasallikdagi misollar egzotoksinlarga, mana tetanus, hammamiz biluvchi qoqshol, tetanospazmin deb nomlangan toksini bor. Demak, bular egzotoksin hujayraning ichida sintezlanib, tashqariga chiqarib yuboruvchi proteinli polipeptid moddalar ekan. Botulizm toksini, difteriya toksini, keyingisi xolera toksini. Demak, bu yerda tetanus, botulizm, difteriyalar gram pozitiv bo'lsa, xolera bo'lsa gram negativ bo'ladi. Demak, xolera chiqarsa, bilasizlar, demak, diareya chaqirib, diareya katta miqdorda o'sha diareya keltirib chiqaradi. Ya'ni bu ham oshqozon hazm traktiga. Difteriya bo'ladigan bo'lsa, buni toksini asosan demak,
yurak tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, asosan faringit chaqiradi. Botulizmdagi bo'lsa yoki tetanusdagi bo'lsa, bu nerv tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, ko'ryapsizlar, toksinlarda ishlab chiqarishi mexanizmi, ishlab chiqarishi bir xil. Demak, hujayrani plazmida yoki bakteriyafag orqali kelib tashqariga chiqadi. Lekin ta'sir ko'rsatish mexanizmi, organ tizimlari bir-biridan farq qilar ekan. Endi endotoksinlar haqida gaplashamiz. Shu narsani e'tibor beringlar. Endotoksinlar bular gram negativ bakteriyalar uchun xos bo'ladi ko'proq. Juda ham ko'p holatlarda, 99.9% holatlarda. Gram negativ bakteriyalarga xos bo'ladi. Chunki gram negativ bakteriyalarda tashqi membranasi bor edi, esinglarda bo'lsa. Gram pozitivlarda ichki membrana bor edi va tashqarida peptid glikan qavat bor edi xolos. Gram negativlarda bo'lsa ichki membrana bor, peptid glikan qavati juda ham yupqa va tashqi membrana ham bor edi. Aynan shu tashqi membranada lipopolisaxaridlar bor deb gaplashganmiz, esinglarda bo'lsa. Ya'ni demak, faqatgina gram negativlarga xos ekan endotoksin xususiyati va tashqi membranadagi shu proteinlarga bog'liq ekan. Ya'ni protein yoki lipopolisaxaridlar desa ham bo'laveradi. Demak, hujayradan sekretsiyya qilinmaydi, chunki u hujayrani yuzasida joylashgan bo'ladi o'zi, hujayra devorida. Kimyosi mana ko'ryapsizlar, lipid A bo'ladi, lipopolisaxarid tarkibida. Demak, bakteriyaning strukturasini demak tarkibi hisoblanadi. Xo'p, endi mana bu joyda ma'lumot berib ketilyapti. Qachonki bakteriya lizis bo'lib ketsa ham tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni bitta narsani bilib olinglar, endotoksinlar qonga tushib qolsa, bakteriya tirik bo'lishi shart emas. Agar bakteriyani sizlar lizis qilib, parchalab, antibiotiklar bilan parchalab tashlaganlaring taqdirda ham, demak ko'ryapsizlar, hujayra devoridagi mayda-mayda strukturalar baribir qonga chiqib ketadi. Demak, bular ham endotoksin vazifasini bajarib beraveradi. Ya'ni misol uchun antibiotik bersak, sirazi bakteriya o'lishi bilan, demak, o'sha endotoksinning asosiy roli, oldin ham gaplashganmiz, immun tizimni modulyatsiya qilib isitma chiqaradi, infeksiya keltirib chiqaradi. Ya'ni antibiotik berib umumiy bakteriyalar o'lib bo'lgan taqdirda ham biz organizmimizda isitma tushmasligi mumkin. Chunki hali ham mana bu endotoksinlar qonda erkin yuribdi. Qachonki shu endotoksinlar ham eliminatsiya bo'lib tugasa, bo'lni hammasini immun tizimimiz, immunitet hujayralarimiz yo'qotsa, keyin organizm to'liq tuzalib ketadi. Demak, tushunyapsizlar, jarayon qanday ketayotganligini. Hujayra devoridagi shu lipopolisaxaridlari yoki lipooligosaxaridlari endotoksin rolini bajarar ekan. Bakteriyani antibiotik bilan o'ldirgan taqdirimizda ham, parchalanib ketgan taqdirda ham shu lipopolisaxaridlarning kichkina mayda-mayda bo'lakchalari qonda erkin yuraverar ekan. Lokatsiyasi bu asosan bakteriyani xromosomasini o'zida bo'ladi. Chunki aynan shu bakteriyani xromosomasini o'zida bo'lishining sababi, chunki bakteriyani devor haqidagi to'liq informatsiya gen aynan xromosomasida joylashgan. Aynan shu lipopolisaxaridlarni sintezlashga buyuradigan gen ham shu o'zini xromosomasida joylashgan bo'ladi. Xo'p, toksikligi kam bo'ladi. Ya'ni fatal dozada bo'lish uchun juda ham yuzlab mikrogramlar bo'lishi kerak. Ya'ni endotoksin unaqa toksik darajasi kuchli emas. Chunki bakteriyani devori bo'lganligi uchun bu juda ham toksik bo'lganda bir dona bakteriya tushib ham odamni o'ldirib qo'yishi mumkin bo'lardi agar. Xo'p, tushunyapsizlar? Klinik effekti asosiy barcha endotoksinlar uchun deyarli bir xil. Demak, organizmga isitma keltirib chiqaradi, shok keltirib chiqaradi, gipotenziya yoki ba'zi bir holatlarda kuchli, agar qonga sepsis bo'lib, endotoksinlar miqdori juda ham ko'p bo'lib ketsa, DVS sindromlarini keltirib chiqarib, kerak bo'lsa o'limgacha olib kelishligi mumkin. Ya'ni septik shokdan keyin o'ladi odam. Xo'p, demak, asosiy mexanizmi TNF alfa, ya'ni tumor necrosis faktor, interleykin 1, interleykin 6 larda induksiya qilib kuchaytirib berish. Xo'p, demak, antigenist esa poorly deyapti, chunki o'tgan darsda aytdik. Bular demak tarkibida protein bo'lmaganligi uchun, asosan demak yog' tabiatli bo'lganligi uchun bular lipopolisaxaridlar. Immun tizimda faqatgina B limfositlarida o'zinigina induksiya qiladi xolos. Va B limfositlar o'zi hech qanaqa T limfositsiz induksiya bo'lmasa, bir qancha immunoglobulinlar ishlab chiqaradi xolos. Juda ham soni kam bo'ladi va xotira hujayrasi paydo bo'lmaydi va bu immunitet uzoqqa bormaydi. Sizlarda buni gaplashganmiz. Endi aytayapti, vaksinatsiyasida demak lipopolisaxaridlarda vaksinatsiyasi yo'q. Ya'ni o'zini toksoid formali faqatgina lipopolisaxaridni o'zini beruvchi vaksinatsiya yo'q. Chunki o'tgan darsda aytganman, lipopolisaxaridlarni vaksinatsiya qilish uchun maxsus protein qo'shib beriladi. Ikkalasi konjugatsiya qilinadi. Ya'ni conjugative bakteriya vaksinatsiya haqida sizlarga aytdim videoda ham. Ya'ni bularda o'zini
faqatgina lipopolisakkariddan tashkil topgan vaksinatsiyasi yo'q. Bunga protein qo'shib turib, konjugatsiyalangan vaksinatsiya qiladida, keyin yana ham kuchaytirib beradi. Demak, ko'ryapsizlar, stabil hisoblanadi. Bu 1 soat davomida 100 gradusda qizdirsa ham, demak, ancha-munchasi o'lmasligi mumkin. Xo'p, kasalliklari, misol uchun meningokokemiya, bilasizlar, sepsis keltirib chiqaradi. Meningit, bilasizlar, juda ham og'ir kasal. Gram negativ, demak, bakteriya agar qonga tarqab ketadigan bo'lsa, qonda bemalol endotoksinlarni suzib yuraveradi. U bakteriyani parchalagan taqdirimizda ham bo'laklari bo'ladi qonda va shokka, sepsisga olib kelib, kerak bo'lsa meningit bilan odam o'lib ketishi ham mumkin. Demak, mana bu rasmni ham zo'r qilib tushunib olishinglar mumkin. Demak, undan oldin ham bu rasmni sizlarga ko'rsatganman. Birinchi videolarimizda ham bor edi. Xo'p, demak, o'sha lipopolisakkarid hujayraning yuzasida bo'ladi dedik. Maxsus lipopolisakkarid buni tool-like receptor deb nomlangan makrofaglarimizda yoki antigenni prezentatsiyalovchi hujayralarda shu retseptorlar lipopolisakkaridni sezadi. Aynan o'sha lipid A deb nomlangan, O antigen deb nomlangan qismlari bo'lardi. Bular 3 ga bo'linardi, esinglarda bo'lsa. Shuni tanigandan keyin, demak, bu aktivlanib ketadi. Va o'zi aktivlanish natijasida o'zidan tumor necrosis faktor, interleykin 1, 6, 12 ni ishlab chiqaradi. Demak, bu yerdagi interleykin 1 bilan 6 va mana bu TNF alfalar, demak, isitmani keltirib chiqaruvchi faktor hisoblanadi. Buni mexanizmini darsda tushuntirib beraman. Qanday qilib odamda isitma chiqishini. Fever kelib chiqyapti, ya'ni isitma chiqyapti, letargiya bo'lyapti, qaltiraydi odam, uje sovqotadi, shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni isitma. Va bu faktorlar yana qo'shimchasiga yallig'lanish bor joyga, ya'ni infeksiya tushgan joyga qo'shimcha boshqa hujayralarni chaqirib kelishni boshlaydi. Mana ko'ryapsizlar, fagositoz qildi va o'zidan sitokinlar ishlab chiqarishni boshladi. Va aynan shu sitokinlar to'plangan joyga, demak, boshqa hujayralar, yallig'lanish hujayralari, neytrofillar, boshqa T limfositlar kelishni boshlaydi yopirilib. Chunki mana shu joyda o'choqda oddiy misol teri infeksiyasi desanglar yoki ichki to'qimalar infeksiyasi desanglar, demak, shu joyga hamma boshqa immun hujayralar kelishni boshlaydi. Bu paytda, demak, informatsiyani bu yerda lipopolisakkariddan olingan informatsiyani T limfositga ham beradi. Ya'ni mana shunga bog'liq bo'lgan immunoglobulin ishlab chiqarib ber deydi. Shu paytda, demak, B sellar aktivatsiya qiladi. T limfosit borib turib B sellar plazma hujayrasiga aylanib immun tizimni rivojlantirib, mana bunday immunoglobulinni ishlab chiqarib qo'yadi. Keyingi safar yana xuddi shunaqa bakteriya tushib qoladigan bo'lsa, mana bu immunoglobulinlar borib turib yopishib turib, demak, bu jarayonni aslida anchagina osonlashtirib beradi. Demak, tushundinglar endotoksinning asosiy rolini. Xo'p, demak, mana bu joyda endi umumiy bu yerda tool-like receptor haqida gap ketyapti. Tool-like receptor faqatgina lipopolisakkaridni emas, ya'ni o'sha lipopolisakkarid tarkibidagi ba'zi bir proteinlarni ham sezadi. Shuning uchun protein bo'lganligi uchun mana bu T limfosit osongina aktivlashib ketyapti. Ya'ni yuqorida aytdim, o'zi aslida lipopolisakkarid demak organizmga tushsa, mana T limfosit naqa bo'lmaydi, kuchaymaydi. Natijada immun tizim unaqa immunoglobulinlar paydo qilmaydi. Asosiy mana bu tomon ketadi xolos. Tushunyapsizlar-a? Demak, boshqa hujayralarni chaqirib, yallig'lanish, isitma keltirib chiqaradi. Agar bular ko'payib ketadigan bo'lsa, qonda mana bu demak, sitokinlar miqdori yana ham ko'payib, qancha bakteriya ko'paysa, mana bu shuncha fagositoz jarayoni yoki shu sezish jarayoni kuchayadi va mana bu sitokinlar miqdori shuncha oshadi va shokkacha olib kelishligi mumkin. Xo'p, demak, buni bakteriyani parchalab yuborgan taqdirimizda ham hujayrasi devori antibiotik bilan mana bu lipopolisakkarid erkin aylanib yuraveradi. Yuqorida shu gaplarni gapirdim. Xo'p, mana bu joyda ham yana qo'shimcha ma'lumot bor ekan endotoksinlar uchun. Demak, lipopolisakkaridlar, demak, o'sha gram negativ bakteriyalarda tashqi membranasida bo'ladi. Aytdik, xoh u sharsimon bakteriyalar bo'lsin, xoh tayoqcha bo'lsin, ikkalasida ham bo'ladi. Va lipopolisakkaridning tarkibida O antigen bo'ladi, corp polisakkaridi bo'ladi va lipid A si bo'ladi. Asosiy lipid A qismi asosiy toksik komponent hisoblanadi. Neis seriyada bo'lsa lipooligosaxarid bo'ladi. Demak, lipopolisakkarid degani ko'proq bo'ladi sakkaridlari, oligosakkarid degani sal haligi sakkarid bog'i kamroq bo'ladi. Xo'p, tushundinglar. Demak, hatto hujayra lizis bo'lgan paytda ham aytayapti, demak, hujayra membranasidan chiqib ketishligi mumkin. Ya'ni bu o'sha joyda qoladi deyapti. Ya'ni bu joyda egzotoksinlardan farqli ravishda, demak, bu sekretsiyaga uchramaydi. Ya'ni hujayraning ichidan tashqariga sekret bo'lmaydi. Bu shunchaki o'zi hujayraning membranasida turadi deyapti. Endi mana aytayapti, asosiy 3 ta effekti bor. Makrofaglarga aktivlash, komplement tizimni aktivlash va to'qima faktorini aktivlash hisoblanadi. Xo'p, mana ko'rdinglar. Endotoksin asosiy komponenti lipid A. Makrofaglarni aktivladi mana bunday tool-like retseptorlar yordamida. Buni yuqorida rasmda ham ko'rdinglar. Interleykin 1 bilan 6 chiqardi, isitma kelib chiqyapti. TNF alfa chiqaryapti, isitma bilan gipotenziya, davleniya tushyapti.
Nitrik oksid ham chiqarar ekan, azot oksidi. Natijada bu ham gipotenziya chaqiradi, azotli birikmalar. Komplement tizimni aktivlaydi. Ya'ni mana C3B, C3A deb nomlangan oqsil tizimlarini ko'ruvdilar. Komplement tizimlar aktivlangandan keyin yana gistamin chiqish kuchayadi. Gistamin battar gipotenziya chaqiradi, shish chaqiradi. O'sha joyda yallig'lanish to'qima bo'layotgan joyda. C5Alar aktivlanadi. Neytrofillar bu joyga kelishni boshlaydi. Yallig'lanish sodir bo'lyapti. To'qima faktorini aktivlar ekan. To'qima faktori bu koagulyatsion kasketni yana ham kuchaytirib yuboradi. Ya'ni qonni yuvishini yana ham kuchaytirib yuborish natijasida mayda-mayda mikrotromblar bo'lib ketadi. Sepsis paytida qonda mikrotromblar paydo bo'lib ketib, DVS sindromi yoki disseminated intravascular coagulation deydi inglizchasiga. DVS sindromi sodir bo'lib, inson o'lishi ham mumkin, hatto septik shok ta'sirida. Ana endi sizlar bilan eng muhim joyga yetib keldik. Gram pozitiv organizmlarni klassifikatsiya qilamiz. Shu klassifikatsiyani yaxshiroq o'rganib olganimizdan keyin biz keyingi darslarimizdan xudo xolisa xususiy bakteriologiyaga o'tib ketamiz. Xo'p, demak, birinchi bo'lmani boshladik. Gram pozitiv organizmlar. Demak, ko'rinishidan, demak, purple blue deyapti. Ya'ni siyoh rangda ko'rinuvchi gram usulida bo'yalgandagi bakteriyalar. Demak, 3 ta katta gruppaga bo'lib olamiz bularni. Demak, bacilla tayoqchasimon, koklar sharsimon, mana ko'ryapsizlar, va branching degani o'sha shoxlangan. Demak, 3 ta katta gruppaga bo'ldik. Biz birinchi bo'lib koklardan boshlaymiz har doim. Demak, koklarda 2 ta katta gruppaga bo'lishimizdan oldin bitta fermentiga qarab bo'lamiz. Ya'ni katalaza deb nomlangan fermenti bor. Ya'ni buni illustratsion rasmlarda mushukni rasmini berib ketadi. Katalaza fermenti bilasizlar, vazifasi vodorod peroksidini parchalab tashlash. Demak, shu katalazasi bor yo'qligiga qarab turib, koklar 2 ta katta gruppaga bo'linadi. Demak, katalazasi borlar stafilokoklar bo'ladi. Katalazasi yo'qlar streptokoklar bo'ladi. Demak, stafilokoklar degani ma'nosi demak klaster, ya'ni mana bunday g'uj-g'uj uzumni shingiliga o'xshab joylashgan bakteriyalar deyiladi. Mana ko'ryapsizlar, doimiy mikroskopiyalarda gram usulida bo'yalganda bu bakteriyalar uzumni shingiliga o'xshash g'uj-g'uj joylashadi. Ya'ni stafilokokligini shundan aniqlab olishingiz mumkin. Yumaloq shaklda g'uj-g'uj bo'ladi. Xo'p, endi stafilokoklarda ham koagulaza deb nomlangan fermenti bor. Ya'ni koagulaza deb nomlangan ferment eritrotsitlarni parchalab yuboruvchi gemoliz chaqiruvchi ferment. Ya'ni sizlarda undan oldingi o'tgan darsimizda gaplashdik. Ya'ni o'sha sizlarda bitta illustratsion rasm ko'rsatdim. Demak, qizil daryo o'rtaga yorilib ketgan rasmi bor edi, eslasanglar. Demak, aynan shu koagulaza fermenti. Keyingi darslarda yana ham gaplashamiz. Demak, koagulaza fermenti qonni parchalovchi fermenti bo'lsa, bunga misol Staphylococcus aureus, tillarang stafilokok bo'ladi. Endi koagulaza fermenti yo'q bo'lgan stafilokoklar demak 2 taga bo'linadi. Staphylococcus saprophyticus va Staphylococcus epidermidis. Demak, bularda yana o'z navbatiga qarab turib novobiotsin deb nomlangan antibiotik bor. Shunga nisbatan chidamlimi yoki-da sezuvchanmi? Shunga qarab 2 ga bo'linadi. Misol uchun, novobiotsin bilan o'lib ketadigani bor. Demak, sensitivligi yuqori. Bu epidermidis. Novobiotsin degan antibiotik bersa o'lib ketadi. Endi saprophyticus bo'ladigan bo'lsa, novobiotsinga nisbatan chidamli. Bu o'lmaydi. Shunga qarab bo'lib olishligimiz mumkin. Xo'p, bu sal hozir boshlanishiga qiyin bo'ladi yodlash, lekin 2-3 marta ko'rishni tavsiya qilaman. Klassifikatsiyani o'rganib olganingizdan keyin illustratsion rasmlar bilan birgalikda ketamiz. Umuman illustratsion rasmlarda polni gram pozitivlarni tugatganimizdan keyin ham klassifikatsiyaga bir qarab olsak, bemalol esimizga tushadi. Ha, to'g'ri deb bemalol aytaveramiz. Endi katalaza yo'qlari dedik, sharsimonlarni katalaza yo'qlari streptokoklar dedik. Nimaga streptokok deyilyapti? O'z navbatda bular endi zanjirsimon joylashadi. Ya'ni uzumda shingiliga o'xshash to'p-to'p emas, balki zanjirga o'xshash ketma-ket joylashadi. Streptokoklarda endi gemoliz qilish xususiyati bor va shunga qarab turib alfa gemoliz, beta gemoliz va gamma gemolizga bo'linadi. Demak, beta gemoliz bularda ichida eng kuchli gemoliz qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni o'sha qonni barchasini, deyarli 100% ni gemolizga uchratadi. Demak, bular 2 ga bo'linyapti. Grup B streptokok va grup A streptokok. Chalg'ib ketmanglar, bu alfa, beta, gamma gemolitik xususiyatiga qarab bo'linyapti. Ichkarida gruppa B, gruppa A, ya'ni boshqa xususiyatiga qarab bo'linadi. Xo'p, demak, mana bu joydagi basitratsin deb nomlangan demak maxsus antibiotik bor. Shunga chidamliligiga qarab turib, demak, chidamliligi mana bu grup A si o'lib ketadi, grup B si o'lib ketmaydi. Ya'ni shunga qarab turib bo'lindi. Keyingisi alfa gemolitik. Alfa gemolitik qisman gemoliz qiladi, to'liq gemoliz qilmaydi va asosan yashil rangga bo'yab qo'yadi, ko'pincha muhtida. Va optoxin deb nomlangan demak maxsus antibiotik bor. Optoxinga nisbatan sezuvchanligiga qarab turib, Streptococcus pneumoniae sezuvchan bo'ladi. Viridians gruppadagilar sezmaydi.
Keyingisi gamma gemolis. Gamma gemolis bo'lsa, ko'ryapsizlar. O'z navbatida bular ham 2 ga bo'linadi. 6,5% natriy xlorli eritmasida o'sishiga qarab turib, demak enterokoklarga yoki non enterokoklarga bo'linyapti. Xo'p, tushundik. Demak, umumiy koklarni qisman tushunib oldinglar. Sizlar mana bu joygacha bilib olsanglar ham boshlang'ich. Shu yetadi. Xususiyga o'tishimizdan oldin. Endi batsillalar haqida gaplashsak, batsillalar ham o'z navbatida aerob va anaerobga bo'linadi. Aeroblarga demak Listeria, Bacillus va Corneobacterium desak, anaeroblarga bo'lsa Clostridium, Cutibacteriumlar bo'linadi. Zanjirsimon, ya'ni o'sha shoxlangan bo'lsa, bu ham aerob, anaerobga bo'linadi. Demak, aerobi bo'lsa Nocardia, anaerobi bo'lsa Actinomyces israeli. Xo'p, bu boshida aytdim, qiyin tuyulishi mumkin. Hozir hech qaysi bakteriya haqida to'liq tushunchaga ega emassizlar. Agar yodlolmasanglar ham, qiynalsanglar ham, bu sizlar tashvishga solmasin. Oldin xususiy bakteriologiyani boshlab olaylik va bir videolarini ko'raylik. Hech yo'q 10 ta, 15 ta bakteriyani ko'rganimizdan keyin o'sha sizlarda informatsiya paydo bo'lishni boshlaydi va oxirida klassifikatsiyaga yana qaytib kelamiz. Xo'p, mana shunday qilib umumiy kirish qismi yakunlandi. Sizlar bilan keyingi darsimizdan boshlab xususiy bakteriologiyaga o'tamiz. Barchaga xayr, salomat bo'linglar.